Endi ahirgi leksiyamiz, hurmatli vatandoshlarım, bu leksiyaning mavzusi mundaq. Bolton. Prezident Trumpning yaqindan birki harakati Jongoga qattiq siyosat yurgizishdan derak berdi dedi. Mavzuli xabar 12 oyning 10-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bolton sobiq prezident George W. Bush davrida Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar tashkilotida doimiy turishliq vakili edi. Endi hozir sobiq vakil deymiz. Prezident Trumpning davlat ishlar kotibi qilib belgilanishidan umid bor. Bir nomzod Bolton. Hozir Prezident Trump bu kishini davlat ishlar kotibi qilib tayinlashi mumkin degan faraz bor. Haftaning 5-kuni mundaq ko'rsatdi. Yeni saylangan Prezident Trump Jongoni ayıplıydı. Hem Tayvan'ın prezidenti bilen telefonda sözleşkenligi Beijing bilen başka bir xilda münasebet kuruştun. Belki iki devlet sodisi ve Janubi Jongo denizi meselesi boyunca Jongo'ga texame kattık siyaset kullanıştan direkt birdi, dedi Bolton efendi. Prezident Trump haftanın 1-günü Ohio shtatida nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Jongo bilan munosabatni yaxshilashga ehtiyojli. Biroq prezident Trump Jongoning iqtisod siyosatini tanqid qildi. Endi Jongoning Chavshanni cheklamaganligini aybladi. Sobiq prezident George Bush hokimiyat boshida turgan yillarda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq sobiq vakili John Bolton Fox News soda programmasiga so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Elik söz ibarlar hamda bir hafta burun o'rlashtirilgan Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashish haqiqatan Jongo bilan boshqa bir shaklda munosabat o'rnatishning asosini soldi deb hisoblayman. Demak, boshqa bir shaklda hozirgi Jongo Amerika munosabati nima? 40 yildan beri Jongo Amerika munosabati nima? Uning shakli nima? Qatmallıkmı yoki ijobiymi? Masalan, keyingi 8 yilda Amerika Jongo munosabati nima? Demak, mushunday munosabatlarni bir taraf qayirib qo'yib, prezident Trump endi Jongo bilan boshqacha so'zlashadigan boshqacha bir munosabat o'rnatadigan bo'ldi va balki buning asosini tayyorladi deydi. Bolton Amerikaning qattiq qo'l adi. Prezident Trump davlat ishlar kotibligiga tayinlashni o'ylashayotgan bir odam. Bolton mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump har qaysi davlatlarning savdo nizomnomasi bo'yicha bergan va'dasiga amal qilishni umid qiladi. Har qaysi davlatlarning dunyo savdo tashkilotiga nizomnoma bo'yicha nim va'da bergan bo'lsa, shu va'da bo'yicha ish qilishni umid qiladi. U mundaq ko'rsatdi. Jongo amal qilmadi. U yana mundaq ko'rsatdi. Jongo hozir dal siyosiy va harbiy ishlarni tadbiri qo'llanib, Janubiy Jongo dengizini Jongoning bir o'lkasiga aylantirmoqchi bo'lib o'tadi. Boltonga siz prezident Trumpning so'z iboralarini xohish xarakterlik bayonot yoki suhbat boshlash qiyofatining boshlanishi deb hisoblamsiz deb savol qo'yilganda Bolton apandi mundaq javob berdi. Men hech bo'lmaganda shundoq deb hisoblayman. Demak, Jongodan qaytida suhbatlashish kerak dedi. Men hech bo'lmaganda shundoq hisoblayman. Balki shunchilikli bo'lib qolmasligi mumkin. Sen Tayvan bilan bo'lgan munosabatdan foydalanib, Jongoning Janubiy dengizdagi faoliyatlari bilan qarshilasha olaysan. Masalan, Jongo Janubiy dengizda nima qilmoqchi bo'lsa, sen Tayvan bilan bo'lgan munosabat orqali Xitoyning Janubiy dengizdagi faoliyatlari bilan qarshilasha olaysan dedi. Bolton Wall ko'chisi gazetiga yozgan bir parcha maqolasida bu yil 1-oyda Tayvan masalasidan foydalanib, o'xshamagan darajada Jongoga besim ishlatishni tashabbus qilgan. Jongoni Sharq Osiyoda zimin talabi qo'yishdan chekinishga zo'rlashni tashabbus qilgan. Bolton mundaq ko'rsatgan maqolasida. Tayvan masalasini yuqori o'rlatib, Amerika Davlat Mahkamasida Tayvanning diplomatlarini rasmiy qabul qilishdan boshlab, Tayvanni diplomatiya jihatda umumyuzlik e'tirof qilish kerak. Bu Boltonning so'zi. Bolton apandi shu vaqtda bu yil 1-oyda yozgan maqolasida bunda ko'rsatilgan. Tayvan masalasini yuqori o'rlatib,
Amerika Davlat Mahkemesida Tayvanning diplomatlarini rasmiy qabul qilishdan boshlab Tayvanni diplomatiya jihatda umumyuzlik e'tirof qilish kerak. Tayvanni diplomatiya jihati umumyuzlik e'tirof qilish kerak deydi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi hukumatga davlat ishlar kotibi bo'lishga tayinlanish oldi turgan nomzod. Tayinlanishi qanday bilmayman, lekin nomzod. Baltun efendi muşundaqdir, Turan efendi, biz her bir sözlüge leksiyada bir cümle, iki cümle navatdak söz buludu. Şu sözlerini tutup alsakla, şu sözlerine dikkat kılsakla buludu Turan efendi. Bana qarang, muşu esiniz bolsun ki, nimdi de Baltun efendi diplomatiya cihette umumyuzlik e'tirof qilish kerak. Tayvanni diplomatiya jihati umumyuzlik e'tirof qilish kerak. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Trump 12 ayning 2 kuni prezident Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashib, 37 yildan beri, bir hisobda 40 yildan beri diplomatiya qoida nizomlarini buzib tashlab, Jungo Amerika o'rtasidagi diplomatik qoida nizomlarini buzib tashlab, Beijingga xatarlik bir to'p atgan edi prezident Trump. Demak, masala mana shu yerda bugungi leksiyalarimiz mushunchalik bo'ldi. Hürmetli vatandaşım Turan Efendi, ahırkı doğrulap koygan leksiya, ahırkı cümle Baltun Efendi nemi deydi? Biz resmi halde Amerika Qo'shma Shtat Davlat Mahkemesi Tayvan diplomatlarını qabul qilishimiz kerak deydi. En ahırkı hesapta Tayvanni umumyuzlik diplomatiyada e'tirof qilishdi. O'ylashimiz kerak, e'tirof qilishimiz kerak. Buyruq cümle bu. Mecbur cümle emas, buyruq cümle bu. Turan Efendi. Selamet bulunlar hürmetli vatandaşlarım.